Do'stlar, sizlar bilan yana men Asadbek. Bu ikkinchi videoyimiz. Bunda lekin haqiqatdan bir orolda nima desam bo'ladi? Mimilarda uyini topishga harakat qilamiz. Bo'lmasam ketdik. Mana do'stlar, boshladik. Do'stlar, mana birinchi playni bosasizlar. Bu yerda new degan yozuvni ko'rasizlar. Newga kirasizlar. Advenat kirasizlar. Bu yerda set degan joyi bor. Sizlar hali ham podpiska tugmasini, like tugmasini bosmadinglar. Qani tezda bosinglar. Qani boshladik. Bu yerda birinchi yozuv. Kiramiz. 3 ta 1 qilsak, sizlarga zo'r narsa ko'rsataman. Krat Volt kirasizlar. Bosildi. Qani ketdik. Mana sohildamiz. Ko'rdinglar. Bu kimga e'tibor bergan bo'lsanglar, kim kelgan bo'lsa mabodo, bu yer nima bo'ladi? Misr shahzodasining uyi. Mana ko'rdinglar. Ko'kka tushmanglar, iltimos. Portlab ketadi. Ishonmasanglar, tushib ko'ringlar sizlar ham. Mana. Uchib yuringlar degan odamlarga mana. Ketdik unda. Mana. Shunday bo'ladi. Ko'rdinglar? Qapini buzib, buni tushamiz, qaranglar. Bizga tushsanglar, portlaydi, hozir qochinglar. Yomon bo'ldi lekin. Ko'rdinglarmi? Bu yerda shunaqa tuzoqlar qo'yilgan. Shu tuzoqni qo'yishni ham o'rgatib o'taman keyingi qismlarimizda. Faolroq bo'lsak. Endi qo'shilganlarga yana bir ismini aytib o'taman. Asadbek ismim. Kommentda faollar bo'linglar, nima qilishni yozib ketsanglar, men sizlarga assist qilishga qo'limdan kelgan harakat qilaman. Endi yana bir mimilarni uyiga boshlaymiz. Yana xuddi shunday joyga kirasiz. Buni o'chirib tashan, nevga kirasiz. Yana undek adminga kirasiz. Bu yerga kirib turib, kichkina harfda mimi deb yozasiz. Krat boshlandi bor. Ko'rganlarga mana mimilarning qismini ustiga turasizlar. Kim ko'rgan bo'lsa, mana o'sha mimilar qishlog'i. Ko'rdinglar? Yana nimani o'rgatib o'tib ketay. Yana nima qilishimni xohlaysizlar? Bu birinchi videolarim. Nima qilishlaringizni xohlasanglar, aytsanglar, men boshlayman. Ko'rdinglar? Asosiysi yana bir narsa. Qayerdadir bitta joy bor edi. Adashmasam shu yerda. Qani kirib ko'ramiz. Bu yer tagida bir qamoqxona bor edi. Sizlarga shuni ko'rsatmoqchiman. Tamam. Adashmasam shu yerda. Adashmasam shu yerda bo'lishi kerak edi. Yo'q, afsuski bu yerda yo'q ekan. Adashibman, mayli do'stlar. Endi boshqa yoqqa borishni ko'rsataman. Hamma ko'rib oldi. Yana buni o'chirishdi mana. Hozir ko'rsataman. Qalamchaga bosasizlar, kimdir kirgan joyiga o'chirishni bosasizlar, dalet degan joyini bosib, dalet bosasizlar, o'chib ketadi. Bu plus nima ko'rsatsanglar, o'zlar internet bilan bog'lanib, ismi sharif deb narsalarni boslasanglar, butun Minecraft internetdagilar
sizlarga nima desam bo'ladi, ularni birga o'ynashlari mumkin. Endi nima deb yozsam bo'ladi? Bu yerga 3-9 eslab qolinglar. Mana bu yerda ham o'sha mashhur Mimilarning uyi. Ko'rdinglar-a? Bu yerda katta joy. Do'stlar, ko'rgan bo'lsanglar, bu yerlarda Mimilarning qishlog'i.